Tak, bugun yana bitta G-Tower'da 2 ga gaz berganmiz. Bu GDI motor 1.5 turbinali. Endi GDI motor bunga lavata komplektdan qo'yib berganmiz. Lavata reduktor, gips farsonkalar qo'yib berdik. Bu mashina 100% gazda harakatlanadi. Hech qanaqa benzin qo'shilmaydi. Ideal bo'lib ishlayveradi. Qani bitta ko'rsatamiz. Sizlar hozir qayerdasizlar? Biz hozir Farg'onaga keldik. Qo'ydi navini oldiga. Qo'ydi navi qo'ydilar. O'shani texpoddershga yordamga kelganmiz. Hozir shu bu gazda mana mashina hozir tani moment benzinda. Gazga o'tdi. Ishlashlari mana tamom bo'lib turibdi. Abi, qalay yurdi? Zo'r yurdi. Poyezd haydadingiz-ku? 1 soatdan oshiq yurdik. Konditsionerlar bilan. Yaxshimi? Sizlarga rahmat. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Farg'onaga mana Mo'ydin abiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Toshkentda bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar.